Mana qalqonsimon bezni uzi qilib ko'ryapmiz. Uzi qilganimizda o'ng tarafda qalqonsimon bezni bitta bo'lagini ichi hammasi to'la tugun bo'lib yotibdi. Yana tugunning ichi notekis narsalar bor. Bunaqa holatda agarda hozir bemorning yoshlari kattaroq bo'lganda operatsiya qiling deb aytgan bo'lardim, lekin bemor yoshlari hali yosh. O'shaning uchun oldin biopsiya qilamiz. Mana nimaga sразу operatsiya demayotganim, chunki chap tarafda ham yana ikkita tugun bor. Bitta kespa, bitta tugun. Bu holatda xirurglar qalqonsimon bezni hammasini olib tashlashadi. Ayolimiz yosh bo'lganlar hisobiga hali yana tug'ish ehtimollari bor bo'lgani uchun hali jinsiy gormonlarda o'zgarish bo'lmasin degan maqsadda hozircha davolab turamiz. 2 oydan keyin yana biopsiya qilib, biopsiyadan keyin operatsiyaga balkim tayyorlaymiz.